Reker. Ha, albatta. Bu so'zga sizning qulog'ingiz tushgan bo'lishi mumkin. Reker o'zi kim? Va Reker nima uchun YouTubedan ketdi? Va nimaga qaytmayapti? Shu savollarga bugun javob topamiz, jigarlar. Ha, bolalar, sizlar bilasizlarki, Reker bu Minecraft yo'nalishidagi O'zbekistondagi legenda YouTuberlardan biri. Va savol tug'iladi. Reker nimaga Minecraftni tark etdi? Ko'pchilik taxmini bu Reker Minecraftga bo'lgan qiziqish so'ngan. Yo'q, bu noto'g'ri. Reker o'qimoqchi bo'lgani uchun va o'qishga ko'p e'tiborni qaratgani uchun kontent nashlab qo'ydi. Achinarli. Sizlardan esa bolalar Ronaldo va Messi obuna bo'lishni iltimos qilmoqda. Sizlardan esa bitta obuna, mendan esa videoning davomi. Qani ketdik. Men hayronman. Reker nimaga YouTubedan tark etdi? Unda shuncha prosmotr va aktiv bor edi. Eng ko'p ko'rilgan videosi esa milliondan oshgandi. Eng birinchi qo'ygan videosi 5 yil oldingi qo'ygan video edi. Shunda ham aktiv juda ham zo'r. Menikidan qaraganda 100 barobar yaxshi bo'lsa kerak menikidan. Va men ham Reker qaytishi tarafdoriman. Rekerni ashaddiy muxlislardan biriman. Rekerni muxlislari bo'lsa, kommentga Reker sila deb yozib ketinglar. Men Reker qaytish tarafdoriman bolalar. Rekersiz Minecraft juda ham qiziqarsiz bo'lyapti. Reker qayt. Hammaga video ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosing va obuna bo'ling.